Okalar, bugun boshqacha obzor bo'ladi. Chunki sizlar bilan Kia Sonet bo'yicha gaplashamiz. Bu mashina odamlarning qalbidan joy oldi. Nimaga desanglar, rosa ko'pchilik xarid qilyapti. Xo'p, mashinani bitta obzor qilib beramiz. Avto tuning tomonidan biz tuningli qilganmiz. Videoni ko'rib tursanglar, aniq sizlarga yoqadi. Mashina nimaga derskiy ko'rinyapti akalar? Chunki hamma nikel detallarni Black Pianoga sepib berganmiz. Oldi obrisovkalari, emblemalari, orqadagi yozuvlari, yonidagi dugalari, nikel detal umuman qolmagan. Sizlar ham mashinalarni xuddi shuna qilib tuning qilsanglar bo'ladi. Mashinani eng zo'r ochib turgan narsasi bu diskasi bo'ladi akalar. Diskani ham chiroylisidan qo'yib berganmiz. R20 uzoqdan mashina olov bo'lib ko'rinadi. Kia Sonet nimaga ko'p sotilyapti desanglar, akalar, o'zi vidi chiroyli mashina. Oilada libbo odam haydab tursa bo'ladi. Kompaktni qilingan, libbo joylarga sig'ib ketaveradi. Bu mashinani menga ko'proq yoqadigan joylari oldi farasi bo'ladi. LED-ni qaranglar, chiroyliligini. Orqa farasi ham yoqadi. Lekin mashinani dizaynini yorib yorishgan. Mashina juda ham ekonomik okalar. Xo'p, 1.5 atmosferli motor bo'ladi. Benzin umuman tanlanmaydi. 115 ta ot kuchi, bor yo'g'i 6 litr benzin yeydi akalar. 0 dan 100 gacha 11 sekundda chiqadi. Endi ichini obzor qilamiz. Torpedkasini chiroyliligini qarasanglar-chi akalar. Xo'p, rulning funksiyalari juda ham ko'p, xicham qilingan rul ham. Cruise control deysizlarmi, parktronik hammasi bor. Elektronik tablo, monitorlari ham kattagina. Xo'p, CarPlay ham bor. Ko'p multimedialar bilan jihozlangan. Black Piano detallar qo'shilgan. Mana bu skoroslari ham juda ham chiroyli akalar. Deflektor dizayniga prosta mazza qildim. Obshivkalariga ko'jalanma ishlatilgan. Bose kolonkalar, даже pishalkalarigacha bor. Stendalari kojinli, perforatsiyasi bor, chunki abduf ishlayapti. Patolog qismlari seri qilingan, lyuklarigacha bor. Bu kichkina mashina, orqalari tor deb o'ylamanglar. Sizdan normalniy surib qo'yganman orqaga, lekin oyog'i mana svobodniy turibdi. Даже orqalarida deflektorlarigacha bor. Qani bitta haydab ko'ramiz. O'xti. Razgollari normalniy, lekin boran qaranglar, rulini yumshoq ha. Lekin mashinani derskiy qilib tuning qilganmiz-ku. Ko'pchilik anqayapti mashinaga. Okalar, yumshoqligi yoqdi. Bitta haydab ko'rsanglar o'zingizlar bilasizlar, chunki biz yana R20 diskga qo'yganmiz-da, mana. Poliseskilardan o'tamiz, mashina umuman o'tmayapti. Lekin bitta ovoradigan joyi aka. Kia Sonet sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, Kia'ni Afisani avtosalonlardan xarid qilsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, yaqin do'stlarga jo'natib qo'yinglar.